Ovulyatsiya kunimni qanday aniqlasam bo'ladi? Ovulyatsiya kuningizni aniqlashingiz shart emas. Har kuni eringiz bilan yoting, homilador bo'lasiz. Ovulyatsiya kunimni qanday aniqlasam bo'ladi? Ovulyatsiya kunini aniqlashingiz uchun hayz siklingizni to'liq bilishingiz kerak. Hayz siklingiz davomiyligidan 14 kunni ayirsangiz, ovulyatsiya kuningiz kelib chiqadi. Doktor, hayzim buzilgan, nima qilsam bo'ladi? Mana sterekal dori iching, o'zi to'g'rilanib ketadi. Doktor, hayzim buzilgan, nima qilsam bo'ladi? Oldin gormonlaringizni tekshirishimiz kerak. Agar qaysi gormoningizda buzilish bo'lsa, shunga qarab hayz siklingizga moslab lecheniya qilish kerak. Doktor, homilador bo'la olmayapman. Nima maslahat berasiz? Sterekal dori iching, 3 oydan keyin homilador bo'lasiz. Doktor, homilador bo'la olmayapman. Nima maslahat berasiz? Sizni tekshirib olishim kerak. Bachadoningizni, bachadon naylari hamda tuxumdonlarni to'liq tekshirish kerak. Shunga qarab xulosa qilamiz. Doktor, menda kista bor ekan. Sterekal dori iching, o'zi kistaga so'rilib ketadi. Doktor, menda kista bor ekan. Oldin kistani turini aniqlab olishimiz kerak. Follikulyarniy kista, gemorragik kista, endometrioid kista. Shunga qarab lecheniya buyuramiz.